Mana shu buqamiz вообще original ekan. Buni short video qilib qo'yamiz. Haqiqiy shvits. Akalar, haqiqiy shvits. Oyoqni qarangiz, tistagan tuyoq zotga chopayapti hozir deyapti. 10 oylik bo'lganmi? 9 oylik. 9 oylik akalar. Mana bu zotni originalligini qarang. Buni nomerini short video qilib qo'yamiz. Mabodo videodan ko'rib qiziqadiganlar bo'lsa, o'zimga chiqsalaringiz nomerini topib beraman. Orqaga qarang. Narxi 40 million ekan, akalar. 40 million. Ya maşallah. Bu qana akalar holat. Вообще zo'r ekan. Nech bilan so'rashyapti aka? Nech bilan so'rashyapti? 26,5 million so'mdan akalar. Biri 15 shu atrofdagi o'ksiyalar. Voy boya berib. Aka bozor nech pul qilyapti buni? Aka bozor nech pul qildi? 29 million so'm akalar. Qayta ket. 26,5 dan manalar. Akalar tiqilinchda shu uchun qiynalmayapsiz. Balani o'zini olingda videoga birinchi. Nech bilan qilyapti aka? 25 dan. Bozor nech bilan qildi? 22. 23,5 ga 22,5. Bo'ylari biri 22, biri 23, biri 20. Shu. Nech pul bo'ldi aka? 31 million so'mga sotib tushib bo'ldi. Qaray. Bratishga moling nech pul? 25 dan kam bor ekan. 60 millionga. Akalar mana buqalarni originallaridan. Hojibo nech pul bo'ldi bular? Nech pul? Sotiladi. Nech puldan deyapsiz? 30 million so'mdan ekan akalar ketib qoldi. Nomer aytmasdan ketib qoldi. Yaxshi mollar ekanda. Zot uchun. Nech pul qilyapti aka? 19 ga berilmabdi akalar. Mana gibrid akalar. Gibrid. Shaydosimiz gibrid. Mana orqalarni qaraysiz. Shvit bilan yurdim. Bular nech puldan bo'pti akalar? Bularni arqoga. Nech pul qilyapti aka buni? 33 ga. Akalar toza shvit. 33 ga berilmabdi. Zo'rroq ekan, bo'yi 1.20 dan baland ekan. Bunichi aka? Nech pul qildi ham buni? Nimaga? Ha. Ya buzoqcha chiroyli ekan-da. Olmayın desa olmaymiz akalar, oling desa olamiz. Fikr bildirmasa ham olaveramiz. Mana bozorda originali buqasi, original buqasi akalar. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Juda chiroyli buq. Aka nech pul bo'ldi bu? Nech pul bo'ldi? Bozor nech pul qildi aka? 34? 39 million so'm qilishdi akalar. Bo'yi 1.50 ga yaqin. Maşallah. Bu tala go'zal. Haqiqatda go'zal. O'tgan bozor ham bitta shuni och rangidan qo'yuvdik. Endi sotilganmi yo'qmi bilmadik, nomeri bilan qo'yib beruvdik ekan. Ha. Qo'y. Orqalari ham to'g'ri burchakkina. 39 ga berilmabdi. Mana yana bitta originalidan. Haqiqiy chisni istagan yo'q. Aka, nech pulga borib qoldi bu? Nech pulga qilyapti hozir? 2,5 kuruşga bo'lyapti aka. 2,5 kuruch. Bahosi qancha? 50 million. 50
million. Bitta YouTube'ga qo'yasanmi? Ha, o'ylama. Men tushiryapman ular. Men o'zim hamma ko'rgan yetadi o'zi. Men rosa tushunmayman. Top bozoriga odam qulay ko'rgan. 42 million so'm. Mana zo'r, yaxshi narsa ekan. Barakasini bersin. 15 o'tkazami? Mana akalar buqalar originallar. Shaqacha ketadi. Sifat buqalar mana shu to'rga bular. Voy ular bir bilmoqchi bo'lganlar. Nech puldan qilyapti aka bular? Nech puldan qilishyapti? Ikkala nech pul qildi buni? 39 million so'm. Kalagan, boqilgan shvit. Bu ham stakanda eski shvitlar. Bunichi? 42 million so'm qilishyapti ekan. Yo'q, bundan ziyod. Nech pulga bordi aka bu? 45 million. Shvitmi? 45 million so'm akalar. 45 ga berilmabdi. Bos keladi. Olim bag'roq uribdi. Mana orqasidan ko'rishda imkoni yo'q. 45 ga berilmabdi shu buqa. Ha, shu ikkita buqa, bitta Angus, bitta ola buqa baraka bo'pti akalar. Nech pulga baraka bo'pti? Mana shu ikkalasi baraka bo'ldi hozir. Narxini bilamiz akalar. Nech pulga bo'ldi aka? 72 million so'mga baraka bo'pti akalar. Realni hozir savdosi bo'ldi. Bo'ylari biri 30 ga, biri 25, biri 30 dan teparoq mana olasi shundayroq chiqib qolagan. Biri 35 larga yaqin ekan. 72 ga baraka bo'pti, barakasini bersin. Akalar mana originallar to'rda ekan. Akalar mana semental. Nima deydi? Novotrang sementalga shved. O mashalloh qani. Aka qaysi savdo bo'lyapti aka? Yo'q, baqa olayotgan YouTube'ga yo'q. Bunaqa savdo bo'ladigan bo'l yo'q baqa. Bular kimdan aka? Mana bu to'g'ri. O sizga qol qo'yibdi. 42 million. 43 million. 43 millionga savdo bo'lyapti shved akalar. Gap yo'q, barakasini zo'r ekan. Shved buqani akalar 43 million so'm. 44 bo'lsa olinglar deyapti. 44 million. 43 million so'rayapti, 44 bo'lsa olinglar deyapti. Bu nech pulga borib qoldi bu? Sigir, ona bola sigir. 35 gacha, bolasi erkakcha ekan. Akalar 35 ga borib savdosi. Nechinchi qoringa bu? Aka 3-chi qoringa ekan. Mana bolachasi 35 gacha borib. Bu sigircha nech pulga bordi aka? 30 ga. Erkak bolasi. Bolasi erkak ekan 30 million so'mga. Sigirlar adashmasa 5-chi bolasini mana akalar 30 millionga bordi. O'zimiz jaydar sigirchalarni. Akalar mana shu sigircha 6-chi qoringa ekan, 6 litr sutiga naq deyapti. Bolasi erkak ekan. Nech pul biz sotamiz aka buni? 22 ka. Qanday soni kam? 22 bo'lsa sotilar ekan akalar. Mana ixchamgina oila bop sigircha, bolasi erkak ekan. Kichikroq sigircha. Bozor 20 ga bermadi. 22 biz sotilar ekan. Tagi ham zo'r ekan. Nomer aytasizmi? Nomerni ayting. 99lik 629 19 33. Bo'ldi aka. Bozoringizni bersin. Ana bu tomon akalar. Ona bola sigirlar original bor ekan shu. Aka nech pulga bor savdosi? Savdosi nech pulga bor? 47. Bolasi urg'ochi 47 mi 42 so'rashyapti. Mana aka. Shved. Sigara beli sinib ketgan akalar, nima bo'lgan bunga?
Mana shu sigirni bolasi sementalga bit urg'ochi ekan. 54 million so'm qilishyapti. 53-54 qilishyapti. Zo'r sigir ekan. Men ham xuddi shunaqa bir sotuvga qo'yib beruvdim bir dehqon ekan. Juda o'xshar ekan. Shuni oldilaringiz dedim, qo'limda bog'larga. Mana akalar. Nechi pul qoldi savdosi aka buni? Aka, savdosi nechi pul? 64 million bo'ladi degan. Erkakmi bo'lasiz? Chorvasiga erkak bo'ladi. Gap yo'q aka. Akalar videoni oxirigacha kuzatib, like, podpiska qo'yamiz. Ularga ham o'tgan video bo'lsa ham bo'ldi. Bo'ldi. 64 ga berilmayapti ekan. Bir 50 dan baland. Ana akalar ukrainskiy qarangiz, sutni qarangiz. Mashalloh. Вообще to'kayapti sutni bu. Yo tiralgandanmi? Bilmadim, lekin sutni sigir ekan. Bolasi ham zo'r ekan. Aka nechi pulga bordi bu? Bolachasi. Diyorga nima bolasi? Ana onasi, ana bolasi. Aka bozor nechi pul qilyapti buni? 58 ga berilmayapti akalar. 58 ga yo'q. Mana shivitlar. Mana shivitlar akalar. Mana. Zo'rlaridan. Nechi pulga bordi aka bu? 55. 55 ga bordi. Erkak ekan bolasi. Xullas, ko'rsangiz. Yaxshi narsa ekan. Baraka toping. Gap yo'q, barakasi mensin. Nechi pulga bordi bu? 45 ga. Endi bular 6-7 bolasimi deyman akalar. Erkak ekan, ikkalasini ham bola. 45 ga berilmadi. Jonivor zo'r ekan. Akalar 9 oylikka 9 oylikka o'tgan bo'g'oz. Qo'sh tushib qoldi. 53 ga berilmabdi akalar. Rossiyskiy bor ekan. Bu ham bo'g'oz ekan. Aka, bozor nechi pul qildi shuni? Bozor nechi pul qildi? Eshitmadim. 63 million so'm qilishibdi akalar. Mana narxga bitta e'tibor berib bemalol bosalaringiz bo'ladi akalar. 53 ga 63 bo'ldi bozor qilib. Akalar mana Germanni zo'ridan 42 million so'mga bermayapti. 42. Juda gigant narsa bu. Biri 60 chiqadimi bo'yi bilmadim. Siroj aka nechi bo'lsa sotamiz? Nechi bo'lsa sotamiz? 50 million so'm deyapsizmi? 50 million so'm kami bor. Bo'g'ozmi yo'q? Noma'lum 20 kundan oshgan qo'yilgan. Ha, qo'yilganiga 20 kundan oshibdi, noma'lum ekan. 42 ga berilmabdi, 50 million so'm. Bitta nomer qo'yib yuboramiz. Nomer. Ayting. 50lik 883 2202 akalar. Aloqaga chiqarasiz. 50 million so'm kami bor deyapti. Mana orqalaridan usti endiligi gap yo'q molga. Aka shu nechi pul qildi aka? Nechi pul qilyapti? 16. Ha, semiz narxiga semiz boqayotgan akalar bo'lsa mana 16 million so'm qilishdi. Mana shu qonojinni akalar 27 mi, 26 mi qilishyapti. Qizil qashqa qonojin. Akalar hammaga rahmat, videoni oxirigacha kuzatib, qo'llab-quvvatlab, like, podpiska bosib qo'yganlarga hammaga rahmat. Mana bozorimiz, o'z bozorimiz ham tugayib qolyapti. Tan joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunda ko'rishaylik akalar. Hammaga rahmat.